Assalomu alaykum, hurmatli Instagram kanalimiz a'zolari. Mana bugun sizlarga yangi lentali drabilkamizda Akula degan variant yetib keldi. Bu soatiga 4 tonna 200 kg o't maydalash xususiyatiga ega. Buni qulaylik afzalliklari qolgan drabilkalarimizga nisbatan afzalliklari lentasi bor, o'zi olib kirib ketadi va ikkinchi o'rindagi qulayligi mana bu yerda po'choq maydalash uchun oshqovoqlarni, po'choqlarni, qovun tarvuz nima bo'ladigan bo'lsa tashlab qo'yasiz, o'zi maydalab chiqarib beraveradi. Mana bu yerda setkalari bor. Keyin bularda yana qulaylik tarafi mana pichoqlari bor. Pichoqlari toza staldan qilingan varianti. Mana pechatlarigacha o'zi qo'yilgan bo'ladi. Mana pechatlar ko'rinyapti va makkalarda dumbili bilan birga bo'lsa ham silos qilib tashlaveradi. Keyingi yaxshi tarafi ularning motori mana kabeli o'zi bilan kelyapti. Faysal motor 5,5 kilovatli 1367 amperli motorlarimiz mana. Tok 170 voltga tushib ketsa ham ishlayveradi. 220 bo'ladigan bo'lsa 4 tonna 200 gram, 4 tonna 200 kilogram hashay maydalaydi. Agar tok 170 bo'ladigan bo'lsa 3 tonnagacha hashay maydalash xususiyatiga ega. Eng yaxshi tarafi yana bitta tiqilib qolmaydi. Remellari yangi, chirimagan. Bemalol ko'p foydalanishlari mumkin. Kimga zarur bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarimizga telefon qilaverasizlar. Dostavka xizmatlari mavjud. Yetkazdirib berish pulli. Hammaga rahmat.